Assalomu alaykum, birinchi tikuv mashinasini obunachilari. Xudo xolasa, sizlar uchun bir yana kichkina yangilik. Ya'ni Rasmidir bozorni как markazidan xudo xolasa yangi do'kon ochdik. Do'konimizning asosiy qismi ko'rib turganlaringizdek Bayo mashinkalari. Ya'ni shu oddiy yo'li bilan bizning magazinimiz ham Bayoda ochilgan. Bu yerda Bayoni eski nimasi modelidan tortib, u yangi modellarning har xillari bor. GT1, GT1D, avtomat, polavtomat, overlock, rashma har xil modellari bor. Bu tarafda yangi chiqqan Bayoni GT1 seriyasini ustonovka qilib qo'yganmiz. Ya'ni yangi klient o'tirib tik ko'rish uchun, har xil qalin yubqatorlarni tik ko'rish uchun tayyor qilib qo'yganmiz. Undan boshqa bu yerda Bayo overlockning avtomati. Avtomatlardan bemalol gap tik ko'rib xarid qilishlari mumkin. Tolka Bayo emas, bu yerda ko'rib turganlaringizdek Jakniki, Bayo, undan tashqari Nanbang, Lejang, Juki, har xil arzon, qimmat, har xil nadagi brenddagi tikuv mashinalarini xarid qilishlari mumkin. Utiklarimiz ham bor har xil turdagi. Undan tashqari diskli qaychi, overlock, mini overlocklar. Undan boshqa ishlab chiqarish uchun kerak bo'lgan termopress, vakuum stol, para generatorlarimiz ham bor. Bemalol gap ishlatib ko'rib xarid qilishingiz mumkin. Mashinalarimizda hammasini 3 yil garantiya beriladi. Xorazm bo'yicha ustonovka, dostavka xizmatlari ham qilib beriladi.